Pensiyadagi otaxon va onaxonlar, bugun men sizga juda muhim ogohlantirish bermoqchiman. Har qanday qog'ozga, ayniqsa pul, qarz, kafillik, plastik karta, uy-joy yoki pensiya bilan bog'liq hujjatga darhol imzo chekmang. Bu ma'lumot har bir pensionerga, shuningdek ota-onasi pensiyada bo'lgan farzandlarga ham tegishli. Chunki birgina imzo odamni yillar davomida yig'gan pulidan, pensiyasidan, hatto uyidagi xotirjamligidan mahrum qilishi mumkin. Kanalga hoziroq obuna bo'ling, videoga like bosing. Chunki men bugun oddiy tilda qaysi qog'oz xavfli, qachon imzo qo'yish mumkin, qachon esa qat'iyan to'xtash kerakligini tushuntirib beraman. Oldin odamlar ko'pincha og'zaki kelishuvga ishonardi. Mahallada hamma bir-birini taniydi, qarindosh-qarindoshga ishonadi. Qo'shni qo'shniga yordam beradi degan tushuncha kuchli edi. Pensiya naqd berilgan paytlarda ham ko'p masala oddiy ko'rinardi. Pensiya keldi. Odam qo'liga oldi, o'z ehtiyojiga ishlatdi. Agar kimdir yordam so'rasa, mayli bolam olib tur deb berardi. Hujjat, shartnoma, kafillik, elektron imzo, bank ilovasi, onlayn kredit degan narsalar ko'pchilikning hayotiga hali bu darajada kirib kelmagan edi. Hozir esa vaziyat o'zgardi. Endi ko'p pul operatsiyalari hujjat bilan, plastik karta bilan, bank tizimi orqali, telefon raqami orqali yoki elektron tasdiq orqali amalga oshadi. Hujjatga qo'yilgan imzo esa oddiy belgi emas, u huquqiy majburiyatdir. Ya'ni siz imzo qo'ysangiz, men roziman, men tushundim, men javobgarlikni olaman degan ma'noni beradi. Keyin men o'qimagandim, menga tushuntirishmagandim, men faqat formalist deb o'ylagandim deyish juda qiyin bo'ladi. Sudda ham, bankda ham. Notariusda ham birinchi savol shunday bo'ladi. Bu imzo siznikimi? Agar imzo sizniki bo'lsa, masala ancha murakkablashadi. Men amaliyotda ko'p ko'raman, pensioner odam yaxshi niyat bilan farzandiga, nabirasiga, qo'shnisiga yoki tanishiga yordam bermoqchi bo'ladi. Faqat imzo qo'yib bering, hech narsa bo'lmaydi deyishadi. Sizdan pul olinmaydi, bu shunchaki rasmiyatchilik deyishadi. Kreditni o'zim to'layman. Siz faqat kafillik qilib turing deyishadi. Mana shu gaplar eng xavfli signal bo'lishi kerak. Chunki hujjatda nima yozilgan bo'lsa, ertaga javobgarlik ham o'sha yozuv bo'yicha bo'ladi. Og'zaki va'da bo'yicha emas. Eng avvalo, pensionerlar eng ko'p aldanadigan hujjat turi bu kafillik shartnomasi. Kafillik degani bir odam kredit olsa, siz agar u to'lamasa men to'layman deb majburiyat olasiz. Ko'pchilik buni noto'g'ri tushunadi. Ular men qarz olganim yo'q-ku, nega men to'layman deb o'ylaydi. Lekin kafillikning mazmuni aynan shunda, asosiy qarzdor to'lamasa, bank yoki mikroqarz tashkiloti sizdan talab qilishga haqli bo'ladi. Masalan, nabirangiz 20 million so'm kredit olmoqchi. Sizga kelib, "Bobo, faqat kafillik qiling. Men oylik olaman, o'zim yopaman" deydi. Siz yaxshi niyat bilan imzo qo'yasiz. Birinchi 3 oy u to'laydi. Keyin ishdan chiqadi yoki boshqa xarajat chiqadi, to'lov kechikadi. Bank avval unga qo'ng'iroq qiladi, keyin sizga murojaat qiladi. Jarima, penya, foiz qo'shiladi. 20 million qarz vaqt o'tib 24 yoki 26 millionga aylanishi mumkin. Sizning pensiyangizdan majburiy undirish masalasi ham ko'tarilishi mumkin. Bu yerda men foyda ko'rmadim degan gap yordam bermaydi. Chunki siz kafillik hujjatiga imzo qo'ygansiz. Ikkinchi xavfli hujjat bu qarz shartnomasi yoki tilxat. Ba'zan pensionerga sizning nomingizga pul o'tkazamiz, keyin olib berasiz deyishadi. Yoki bu shunchaki tasdiq, siz pulni olgan deb yozamiz. Lekin aslida meni ishlataman deyishadi. Bunday holatda hujjatda pulni siz olganingiz yozilgan bo'lsa, qarzdor siz hisoblanasiz. Masalan, qog'ozda men falonchidan 15 million so'm qarz oldim. 3 oyda qaytaraman deb yozilgan bo'lsa va ostida sizning imzoingiz tursa, keyin pulni kim ishlatgani ikkinchi darajaga tushib qoladi. Hujjatda qarzdor siz bo'lsangiz, talab ham sizga keladi. Uchinchi xavfli hujjat bu ishonchnoma. Ishonchnoma oddiy qog'oz emas. U orqali siz boshqa odamga sizning nomingizdan ish qilish huquqini berasiz. Agar ishonchnomada pensiyani olish, bank kartasidan foydalanish, pul mablag'larini tasarruf etish, ko'chmas mulkni sotish, avtomobilni sotish, hujjatlarga imzo qo'yish kabi vakolatlar yozilgan bo'lsa, bu juda jiddiy masala. Ayrim odamlar faqat pensiyangizni olib beraman deb ishonchnoma oladi. Keyin vakolat keng yozilgan bo'lsa, boshqa ishlarni ham qilib yuborishi mumkin. Hayotiy misol, onaxon oyog'i og'rigani uchun pensiyasini olib kelishga qo'shnisiga ishonchnoma beradi. Notariusda qog'ozni to'liq o'qimaydi. Keyin ma'lum bo'ladiki, ishonchnoma faqat pensiya olish uchun emas, balki bank hisob varag'ini boshqarish
va ayrim moliyaviy hujjatlarga imzo qo'yish huquqini ham bergan. Bu holatda pul qayerga ketganini isbotlash, kim qancha olganini aniqlash ancha qiyinlashadi. Shuning uchun ishonchnoma berishda vakolatni to'g'ri yozdirish kerak. Faqat pensiyani olish, faqat ma'lum oylar uchun, faqat ma'lum bank yoki tashkilotda xolos. 4-chi xavfli holat bu plastik karta, PIN kod va SMS kod bilan bog'liq qog'ozsiz imzo. Men buni ham imzo deb hisoblayman. Chunki amalda telefoningizga kelgan kodni aytib berishingiz yoki bank ilovasida tasdiqlashingiz hujjatga rozilik bildirganingiz bilan teng oqibat keltirishi mumkin. Kimdir qo'ng'iroq qilib, kartangiz blok bo'ladi. Pensiyangiz tushmay qoladi. Kompensatsiya chiqdi. Yordam puli olasiz. Tasdiqlash kodi keldi. Ayting desa darhol to'xtang. Bank xodimi hech qachon sizdan SMS kodini so'ramasligi kerak. Kod aytilsa, hisobdan pul yechilishi, kredit rasmiylashtirilishi yoki ilovaga kirish ochilishi mumkin. Birinchi navbatda yolg'iz yashaydigan pensionerlar ehtiyot bo'lishi kerak. Chunki firibgarlar ko'pincha yonida maslahat beradigan farzandi yoki ishonchli odami yo'q insonlarni tanlaydi. Ular telefon qiladi, uyga keladi, o'zini ijtimoiy xodim, bank vakili, kommunal xizmat xodimi yoki yordam puli tarqatuvchi odam sifatida tanishtiradi. Bugun imzo qo'ymasangiz imkoniyatdan quruq qolasiz deb shoshiradi. Shoshirish har doim xavf belgisi. Ikkinchi guruh bu farzandlari yoki qarindoshlar uchun ko'p bor kafillik qiladigan otaxon onaxonlar. Ota-ona farzandiga achinadi, yordam bermoqchi bo'ladi, bu tabiiy. Lekin men har doim aytaman, yordam boshqa. O'zingizni qarzga bog'lab qo'yish boshqa. Agar farzandingiz kreditni to'lay olmasa, sizning pensiyangiz asosiy daromad manbai bo'lib qoladi. Pensiya dori-darmon, oziq-ovqat, kommunal to'lov, davolanish uchun kerak. Uni xavf ostiga qo'yishdan oldin 10 marta o'ylash kerak. Uchinchi guruh bu uy-joyi, yer uchastkasi yoki mashinasi bor pensionerlar. Chunki ayrim firibgarlar aynan mulkka ko'z tikadi. Ular uyingizni vaqtincha garovga qo'yamiz. Tezda yechib olamiz. Bu faqat bank uchun kerak. Nomingizda tursa, soliq ko'payadi. Menga o'tkazib turing. Keyin qaytarib beraman kabi gaplar bilan ishontiradi. Mulk hujjatlariga oid har qanday imzo katta oqibat keltiradi. Uy-joyni sotish, hadya qilish, garovga qo'yish, ulushdan voz kechish, merosdan voz kechish kabi hujjatlar hech qachon shoshilib imzolanmasligi kerak. Agar siz hujjatni to'liq o'qigan bo'lsangiz, mazmunini tushungan bo'lsangiz, mustaqil maslahat olgan bo'lsangiz va hujjat sizning manfaatlaringizga zid bo'lmasa, imzo qo'yish mumkin. Masalan, pensiya kartasini almashtirish uchun bankda standart ariza to'ldirilsa, xodim sizga har bir bandni tushuntirsa, siz ham pasportingiz bilan shaxsan borgan bo'lsangiz, bu odatiy jarayon bo'lishi mumkin. Lekin odatiy jarayon bo'lsa ham, qayerga imzo qo'yapman? Bu ariza nimaga? Bu shartnoma nimani bildiradi? deb so'rash shart. Agar hujjat faqat ma'lumot olish yoki ariza topshirish uchun bo'lsa, unda ham ehtiyotkorlik kerak. Lekin xavf darajasi qarz, kafillik, garov yoki mulk hujjatlariga qaraganda pastroq. Masalan, sanatoriyaga yo'llanma so'rash. Pensiya miqdorini qayta hisoblash bo'yicha ariza, kommunal imtiyoz uchun murojaat kabi hujjatlar odatda qarz majburiyati tug'dirmaydi. Shunga qaramay, ariza ichida roziman, voz kechaman, talabim yo'q. Pulni oldim degan iboralar bo'lsa, albatta tushuntirish talab qiling. Ba'zan odamlar notariusda bo'lsa, demak xavfsiz deb o'ylaydi. Bu noto'g'ri. Notarius hujjatni rasmiylashtiradi. Taraflarning shaxsini aniqlaydi. Hujjat shaklini tekshiradi. Lekin hujjatning siz uchun iqtisodiy jihatdan foydali yoki zararli ekanini har doim ham sizning o'rningizga bog'lab bermaydi. Agar siz hadya shartnomasiga imzo qo'ysangiz, notarius bu hadya ekanini tushuntirishi mumkin, lekin keyin uy sizniki bo'lib qolmaydi. Hadya degani sotish emas, vaqtincha berish emas, keyin qaytarib olaman degani ham emas. Hadya qildingizmi? Mulk boshqa odamga o'tadi. Yana bir nozik jihat, tilxat kichkina qog'oz-ku degan fikr. Oddiy daftar varag'iga yozilgan tilxat ham. Agar unda qarz miqdori, tomonlar, muddat va imzo bo'lsa, dalil bo'lib xizmat qilishi mumkin. Masalan, men 10 million so'm oldim, 2 oyda qaytaraman deb yozib bersangiz, bu jiddiy hujjat. Hatto pulni sanab olmagan bo'lsangiz ham, imzo qo'yishdan oldin men haqiqatan pul oldimmi deb o'ylang. Pul qo'lingizga tegmagan bo'lsa, oldim degan so'zga imzo qo'ymang. Yana bir tuzoq. Bo'sh joyga imzo qo'yib bering, keyin to'ldiramiz. Buni hech qachon qilmang. Bo'sh varaq, to'liq to'ldirilmagan blank, summasi yozilmagan shartnoma, muddati ko'rsatilmagan tilxat. Vakolatlari aniq belgilanmagan ishonchnoma eng xavfli hujjatlardandir.
Bugun siz faqat pensiyani olib berish uchun deb o'ylaysiz. Ertaga u qog'ozda boshqa matn paydo bo'lishi mumkin. Shuning uchun qog'ozda bo'sh joy qolsa, ustidan chiziq torttiring yoki bo'sh joy yo'q deb yozdiring. Ayrimlar mening pensiyam kichkina, mendan nima olishadi deb o'ylaydi. Bu ham xato. Firibgar uchun 700 ming so'm ham, 1 million so'm ham pul. Bundan tashqari, masala faqat oylik pensiyada emas. Sizning nomingizga kredit ochilishi, qarz yozilishi, plastik kartangiz ishlatilishi, uyingiz garovga qo'yilishi mumkin. Ba'zan firibgarlar kichik summadan boshlaydi. Avval 200 ming so'm xizmat haqi so'raydi. Keyin yana hujjat, yana kod, yana imzo talab qiladi. Odam bir marta ishongach, keyingi qadamda ham ishonib qoladi. Endi men aniq qadamlarni aytaman. Birinchi qoida, hech qachon hujjatni o'qimasdan imzo qo'ymang. Ko'zingiz yaxshi ko'rmasa, yaqin odamingizga ovoz chiqarib o'qiting. Agar xodim shoshilsa, men uyda o'qib kelaman deng. Halol va qonuniy ishda sizga o'qish uchun vaqt berishadi. Agar hozir imzo qo'ymasangiz bo'lmaydi deyishsa, demak ehtiyot bo'lish kerak. Ikkinchi qoida, hujjatda qarz, kredit, kafillik, garov, hadya, voz kechish, tasarruf etish, vakolat berish, pulni oldim, davom yo'q degan so'zlarni ko'rsangiz, darhol to'xtang. Bu so'zlar oddiy so'z emas, huquqiy oqibatga ega. Shunday so'zlar bor hujjatni kamida bir ishonchli farzandingiz, advokat, yurist yoki mahalladagi huquqiy maslahat beruvchi mutaxassis bilan ko'rib chiqing. Uchinchi qoida, bank, mikroqarz tashkiloti yoki do'konda bo'lib to'lash shartnomasi bo'lsa, umumiy summani so'rang. Masalan, televizor 40 million so'm deyiladi, lekin bo'lib to'lashda yakuniy to'lov 6 million so'mga chiqishi mumkin. Oylik to'lov qancha, necha oy kechiksa jarima qancha, sug'urta bormi, xizmat haqi bormi, oldindan yopsa nima bo'ladi? Kafillar kim, bularning hammasini yozma ravishda ko'ring. Faqat oyga 300 mingdan degan gapga ishonmang. 4-qoida, hech kimga plastik kartangizni, PIN kodingizni, SMS kodingizni va pasportingiz rasmini, bank ilovangiz parolini bermang. Farzandingizga ham faqat zarurat bo'lsa va to'liq ishonchingiz bo'lsa bering, lekin imkon qadar bank ishlarini o'zingiz yoki birga borib bajaring. Telefon orqali kelgan sizga yordam puli chiqdi degan xabarlarga ishonmang. Rasmiy ma'lumotni bankning o'z filialidan, pensiya jamg'armasi bo'limidan, mahalla yoki davlat xizmatlari markazidan tekshiring. 5-qoida, agar imzo qo'yish kerak bo'lsa, hujjat nusxasini oling. Menga bir nusxa bering deyishdan uyalmang. Siz imzo qo'ygan har qanday shartnoma, ariza, tilxat yoki ishonchnomaning nusxasi sizda bo'lishi kerak. Nusxani uyda alohida papkaga solib qo'ying. Sana, kim bilan nima uchun imzolaganingizni yozib qo'ysangiz, keyin nizoli holatda juda foydali bo'ladi. 6-qoida, agar allaqachon shubhali hujjatga imzo qo'ygan bo'lsangiz, jim o'tirmang. Darhol hujjat nusxasini toping. Qaysi tashkilotda imzolangan bo'lsa, o'sha joyga yozma murojaat qiling. Agar bank yoki mikroqarz bo'lsa, shartnoma nusxasini, qarz qoldig'ini, to'lov jadvalini so'rang. Agar ishonchnoma bo'lsa, notariusga borib uni bekor qilish tartibini so'rang. Ishonchnomani bekor qilish mumkin, lekin kechiktirmaslik kerak. Agar firibgarlik alomati bo'lsa, ichki ishlar organlariga ariza yozing. Ariza yozishda shunday mazmun bo'lishi kerak. Kim sizga murojaat qildi? Qachon, qayerda, nima dedi? Qanday hujjatga imzo qo'ydingiz? Sizga nimani va'da qildi? Natijada qanday zarar ko'rdingiz? Qo'lingizda bo'lsa, hujjat nusxasi. SMS'lar, qo'ng'iroq raqamlari, pul o'tkazmalari, guvohlar ism-sharifini qo'shing. Men aldandim deb umumiy yozishdan ko'ra, voqeani ketma-ket sanalar bilan yozish ancha foydali. 7-qoida. Farzandlar ham ota-onasini himoya qilsin. Pensiyadagi ota-onangizga hech kimga imzo qo'ymang deb qo'rqitib qo'yish yetarli emas. Ularga tushuntiring, hujjatlarni tartibga solib bering. Bank kartasida SMS xabarnoma yo'qolganini tekshiring, telefoniga keraksiz kredit ilovalari o'rnatilmaganiga qarang. Agar ota-onangizga notanish raqamlardan ko'p qo'ng'iroq bo'layotgan bo'lsa, buni jiddiy qabul qiling. Ko'pincha firibgarlar avval odamni suhbatga tortadi, keyin ishonchini qozonadi, keyin hujjat yoki kod so'raydi. 8-qoida, har qanday katta qaror oldidan bir kecha o'ylang. Uy sotish, hadya qilish, kafillik, katta kredit. Garov, merosdan voz kechish kabi masalalarda shu kuni imzo qo'ymang. Men ertaga javob beraman deng. Kechasi o'ylab, boshqa odam bilan maslahatlashib, hujjatni qayta o'qisangiz ko'p narsani boshqacha ko'rasiz. Firibgar esa aynan shoshiltirishni yaxshi ko'radi. Chunki odam shoshganda savol bermaydi. Bugungi asosiy gapim shuki,
Pensioner odam uchun imzo bu shunchaki rasmiyatchilik emas, balki pul, mulk va javobgarlik masalasidir. Kafillik, qarz, ishonchnoma, garov, hadya, plastik karta va SMS kod bilan bog'liq har qanday holatda to'xtab, o'qib, maslahat olib, keyin qaror qiling. Hech kim sizni shoshirishga haqli emas. Agar hujjat halol bo'lsa, uni tushuntirib berishadi. Agar tushuntirishdan qochsa, demak bu yerda xavf bor. Siz yoki yaqinlaringiz shunday vaziyatga tushganmisiz? Izohlarda yozing, boshqalarga ham foydasi tegsin. Videoga like bosing. Kanalga obuna bo'ling va bu videoni pensiyadagi ota-onangizga, qo'shnilaringizga, qarindoshlaringizga yuboring. Balki aynan shu ogohlantirish kimningdir pensiyasini, uyini yoki tinchligini saqlab qolar.